Assalomu alaykum. Mana bu lyustrani ko'ryapsizlarmi? Ko'rinyaptim. Shuning uchun lyustradan men o'zimga qilib ozgina переделать qildim. O'zi bir klavish, ikki klavishda yonish kerak. Men 3 klavishga ko'chirib zal 1, zal 2, zal 3 или zal dejurniy qilib komanda qilib tuzib qo'ydim Alisa orqali. Alisa zal 43. Mana hozir hammasi yondi. Alisa zal 43. Hammasi o'chdi. Alisa zal 3. Ana faqat qizillanib turadi. Zal 2, zal 3 deb. Ularni даже o'rischa aytish shart emas, даже o'zbekcha ayttirish imkoniyati ham bor. Просто bu yerda agar xalasa qilsa bo'ladi, bo'lmaydi emas. Men просто o'rischa udobli bo'lsa o'rischa qildim. Yashaydigan odam bu yerga qabul qiladigan odam o'rischa bemalol o'zi upravlat qilib biladi. Shuncha men bu yerda o'rischa uchun kallari o'tirmadim. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, где-то 8-9 minut bo'ladi. Просто bu yerda montaj уже yarimidan oshiqi tugab qolgani uchun men katta o'zgartirish qilmadimdan, qanaqa imkoniyati bor, arzon varianti bilan, короче, yasadim. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, ikkinchi uchinchi seriyamiz bir-biriga ulangan. Boshqa gapirib o'tirmayman, videoni ko'ringlar. Videoning oxirida nima bo'lganini SMS'ga yo'yib qo'ysanglar bilasizlar. Omni dom sistemasi bo'yicha mana shu lyustrani ko'ryapsam, xuddi meni lyustramga o'xshaydi. Shunga o'xshab men bir reklama qildim. Alisa buni ключи, Alisa buni отключи va hokazo deb YouTube'ga qo'ydim, Instagramga qo'ydim, Telegramga qo'ydim. Video rolikimni ko'rib, через video rolik orqali menga ham shunaqa sistemadan qilib bergin degan klient chiqib qoldi. Hozir video rolikimiz bilmayman 5 minut bo'ladimi, 8 minut bo'ladimi? Bu yerda montaj уже qilinib bo'lgan edi. Ozgina o'zgarish kiritdim. İmkoniyati boricha qo'yib harakat qildim. Hozir sal kattaroq söyleyeyim. Alisa отключи все. Ana o'chirdi. Вот. Nima deb aytish kerak edi? Alisa, я уже дома. Ana. Alisa, я уже дома degandan keyin bu yerda ssenariyda menga kiritilgan zalda bir dona svet yonadi. Balkonda bir dona svet yonadi, balkonda ikkita svet bor. И spalnida mana bu uglova yonadi. Endi bu yerda ssenariyda qanaqa xohlasanglar tuzish imkoniyati. Men prosta shundoq ma'qul deb ko'rdim. Hozir endi dona qilib har bir nimasini harakatga qilaman. Alisa zal 1. Alisa zal 3. Hozir Alisa zal 43 deb aytsam 3 ta narsa ham o'chadi. Alisa zal 43. Ana. Alisa zal 3 desam faqat qizil lampochka yonadi. Alisa zal 3. Ana, ko'rindimi? Alisa sветильник. Alisa светильник угловой. Alisa sветильник. Просто Alisa burchakda turibdi, ovozim yaxshi eshitilmaydi. Alisa balkon 1. Alisa balkon 2. Alisa balkon 2. Alisa кухня. Alisa
balkon 43. Balkon 43 deb aytsam 1 2 uchalasi ham o'chadi. Agar hozir yana balkon 43 deb aytsam 1 2 uchalasi ham yanadi. Alisa balkon 43. Ana hammasi yandi. Alisa balkon 43. Ana uchalasi ham o'chdi. Alisa zal 3. Ana. Hozir Alisa отключи все desam hamma narsa o'chadi. Ana, o'chdi. Hozir Alisa zal, Alisa balkon deb aytsam hech narsa yonmaydi. Hozir faqat bu yerda yonib turibdi. Mana bu yerda xolodilnik, Alisani o'zi. Keyin Wi-Fi. Wi-Fi yonib turibdi hozir. Mana Wi-Fi ishlayapti. Boshqa hamma yerda svetlar o'chgan. Alisa, я уже дома. Ana bo'ldi. Nima nastroyt qilingan bo'lsa hammasi joyga keldi. Bu общий video roligimiz 5 minut 17 sekund bo'ldi. Mabodo kimgadir mana shunaqa umniy dom, umniy sistema agar iloji bo'lsa dom elektrika montaj qilinmasdan oldin chaqirsanglar, undan ham ko'p zo'r imkoniyatlar bor. Alisa отключи горячий вода, Alisa отключи холодный вода. Alisa yana bir nima deb aytish imkoniyatlari bilan. Короче, konditsionerni 20 gradusga qo'y, или konditsionerni o'chir, yoq, televizorni yoq, o'chir, shunaqa imkoniyatlar hamma ikkisi bor. Faqat uy remont qilinayotgan payti montajdan oldin, или montaj bo'lib turgan payti hayta chaqirsanglar, imkoniyat ko'p. Agar montaj qilinib bo'lgan eski montajda shu Alisa ulash imkoniyati bormi, yo'qmi deb so'ramoqchi bo'lsanglar, da, uning ham imkoniyati bor. Lekin juda zo'r bo'lmaydi, lekin borish kerak, ko'rish kerak. Qiziqarli bo'ladigan bo'lsa, kimgadir bilasizlar, men shu yerda Telegram silkani qoldiraman. Даже Alisa yo'q bo'lsa ham men bunday qilib yoqib o'chirish imkoniyati bor. Даже men buni qilsa ham bo'ladi mana. Ko'rindimi? Mana. Shunaqa chiroyli o'zini spesialniy выключаторlari bor. O'ziga yarasharli настройкасы, приложенияsi va hokazosi bor. Общий videorolikimiz 7 minut bo'ldi. Oxirida nima bo'ldi, nima qo'ydi? Videoni shu yergacha ko'rgan bo'lsangiz aytib qo'yasizlar. Esdan chiqmasin. Mana shunday narsa. Men bergan qo'yaman.